Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. Haqiqiy futbol kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga o'zbek futbolida ro'y bergan eng muhim va qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etishga harakat qilamiz. Videoni boshlashdan oldin like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Biz esa videoni boshladik. Jahon chempionati 2026. O'zbekistonning guruhdagi raqibi Kolumbiya yakuniy tarkibini e'lon qildi. AQSh, Kanada va Meksika mezbonlik qiladigan jahon chempionati boshlanishiga ham oz vaqt qolmoqda. Turnirda ishtirok etadigan terma jamoalar o'zlarining yakuniy qaydnomalarini e'lon qilishni boshladi. Jumladan K guruhidan o'rin olgan Kolumbiya terma jamoasi 26 nafar futbolchidan iborat ro'yxatni ommaga ma'lum qildi. Jamoa yetakchilari Luis Diaz, James Rodriguez va boshqa futbolchilar ham qaydnomadan o'rin oldi. Ma'lumot uchun, O'zbekiston terma jamoasi ham K guruhida joy olgan bo'lib, Kolumbiya, Portugaliya va Kongo DRga qarshi maydonga tushadi. Super kompyuter O'zbekistonning jahon chempionatiga imkoniyatini qanday baholadi? 2026-yilgi jahon chempionati ishtirokchilari 4 yillikning eng nufuzli turniri oldidan so'nggi tayyorgarliklarini ko'rmoqda. O'zbekiston milliy terma jamoasi ham jahon chempionatidagi tarixiy debyutini nishonlashga tayyor. The Analyst tahliliy platformasi statistik tahlillarga ixtisoslashgan Opta markazi superkompyuterining 2026-yilgi jahon chempionati bo'yicha prognozi natijalarini e'lon qildi. Xo'sh, superkompyuter hisob-kitoblari tahlilchilarga O'zbekiston milliy terma jamoasi bo'yicha qanday natijalarni taqdim qildi? Tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekiston milliy terma jamoasining turnir play-off bosqichiga chiqish ehtimoli 12,25% ni tashkil etadi. Jamoaning 8 dan 1 finalga chiqishi 3,78%, bu bosqichdan o'tib chorak finalga yetib borish ehtimoli esa 1,16% ga baholandi. Sun'iy intellekt O'zbekistonning jahon chempionatida g'olib chiqish imkoniyatini 0,7% deb ko'rsatdi. Superkompyuter hisobiga binoan, jahon chempionatining asosiy favoriti Ispaniya milliy terma jamoasi qayd etildi. Yevropaning amaldagi chempionlarning jahon kubogini qo'lga kiritish ehtimoli 15,43% ga teng ekani ko'rsatildi. Shuningdek, mundial favoritlari kuchli beshligidan Fransiya milliy terma jamoasi 12,54%, Angliya milliy terma jamoasi 10,88%, Argentina milliy terma jamoasi 10,28% va Portugaliya milliy terma jamoasi 6,73% bilan joy oldi. Favoritlar qatorida tilga olinayotgan Cristiano Ronaldo yetakchiligidagi Portugaliya terma jamoasi mundialning guruh bosqichlarini O'zbekiston futbolchilari bilan bir guruhda boshlaydi. K kvartetidan bu ikki jamoadan tashqari Kolumbiya va Kongo Demokratik Respublikasi vakillari ham joy olgan. 23-marotaba tashkil etilayotgan bu galgi jahon chempionati avvalgi musobaqalarga nisbatan jiddiy o'zgarishlarga uchragan. Buni quyidagi qiziqarli 5 ta fakt orqali bilib olish mumkin. Birinchi fakt: 3 ta mezbon davlat va 16 ta shahar. Jahon chempionati tarixida musobaqa ilk bor bir vaqtning o'zida 3 davlat, AQSh, Kanada va Meksikada bo'lib o'tadi. Bu esa bunday turnir uchun noodatiy holat. Ilgari FIFA faqat bir marta musobaqani bir nechta mezbonga ishonib topshirgan. 2002-yilda chempionat Janubiy Koreya va Yaponiyada o'tkazilgan edi. Jahon chempionati 11-iyundan 19-iyulgacha 39 kun davom etadi. O'yinlar 16 ta shaharda bo'lib o'tadi. AQShda bahslar 11 ta stadionda New Jerseydan Los Angelesgacha o'tkaziladi. Meksika, Mexiko, Guadalajara va Monterreyni, Kanada esa Toronto va Vancouverni jalb qiladi. Final AQShdagi 82,5 ming tomoshabinga mo'ljallangan MetLife Stadiumda o'tkaziladi. Ikkinchi fakt: 48 ta ishtirokchi. Avvalgi musobaqa bilan taqqoslaganda ishtirokchilar soni 32 tadan 48 tagacha oshirildi. O'rinlar quyidagicha taqsimlanadi. Yevropa 16 ta, Afrika 9 ta, Osiyo 8 ta, Janubiy Amerika 6 ta, Shimoliy va Markaziy Amerika 6 ta, Okeaniya 1 ta. Uchinchi fakt: yangilangan format va 100 ta 4 ta o'yin. Faqat jamoalar soni emas, musobaqa tizimi ham o'zgardi. Endi 12 ta guruh bo'ladi va har birida 4 tadan terma jamoa qatnashadi. Play-offga har bir guruhdan 2 ta eng yaxshi jamoa va 3-o'rinni olgan eng yaxshi 8 ta terma jamoa chiqadi.
turnir yanada uzoq va sermazmun bo'ladi. Chunki 108-final bosqichi qo'shildi va umumiy o'yinlar soni 104 taga yetdi. Finalga chiqqan jamoalar avvalgidek 7 ta emas, 8 tadan o'yin o'ynashadi. Turnir qariyb 1 oy davom etadi va muxlislar kuniga yanada ko'proq o'yin tomosha qilishadi. 4-fakt. Tarixdagi eng yirik mukofot jamg'armasi. Moliyaviy ko'rsatkichlar ham rekord darajaga yetdi. FIFAning JIX 2026 ishtirokchilari uchun umumiy to'lovlari 727 million dollarni tashkil etadi. Shundan 655 million dollari natijalar uchun mukofot pullari hisoblanadi. Bundan tashqari, har bir terma jamoa kamida 10,5 million dollar oladi. 9 million dollar ishtirok uchun va 1,5 million dollar tayyorgarlik xarajatlari uchun. Yuqori o'rinlar uchun beriladigan mukofotlarga kelsak, chempion 50 million dollar, kumush medal sohibi 33 million dollar, bronza sovrin jo'ri esa 29 million dollar ishlab topadi. 5-fakt. O'zbekiston debyutantlar qatorida. Format kengayishi avval jahon sahnasiga deyarli chiqmagan yoki umuman ishtirok etmagan jamoalar uchun ham imkoniyat yaratdi. Debyutantlar qatorida Curaçao, Cabo Verde, Iordaniya va O'zbekiston milliy terma jamoasi bor.